Insonni ko'p holatda stressga, muammolarga olib kiradigan, har xil o'y xayollarga olib kirib ketadigan narsasi bu uni tuyg'usi. To'g'ri, bu gap bilan insonni aqli mukammal demoqchi emasman. Haqiqatan ham insonni aqli noqis, chunki u inson. Lekin insonni hayotiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'p holatda insonni halok qiladigan nuqtalar tuyg'ular. Inson tuyg'usini orqasidan tuyg'ulariga ergashib chuqurlikka tushadi va eng asosiy joyi shuki, inson tuyg'ulari bilan tushgan chuquridan aqli bilan chiqib ketadi. Inson tuyg'usi bilan yiqilgan joyidan tuyg'usi bilan chiqib keta olmaydi. Chunki tuyg'u olib kirib qo'yadigan tupik ko'chadan siz aql bilan chiqasiz. Shu uchun inson tuyg'ularni orqasidan chuqurlarga tushishdan oldin dunyo qarash va mulohaza qilish, fikrlash orqali yashash kerak bo'ladi. Aks holda insonning tuyg'ulari uni botqoqlikka botiradi va qanaqa qilib chiqish yo'lini bila olmay qoladi. Inson o'ylaydiki, tuyg'u bilan kirgan joyimdan tuyg'u bilan chiqib ketaman. Yo'q, inson tuyg'u bilan, instinktlari bilan kirgan joydan, kirgan chuqurlikdan, instinktlari bilan kirgan muammolardan aql idrok bilan chiqib ketadi. Boshqa bir yo'li yo'q.